Stomatologlar uchun eng og'riqli nuqta nima bilasizmi? Siz ma'lum bir vaqtga stomatolog qabuliga yozildingiz, lekin aynan o'sha vaqtga kela olmadingiz. Va eng yomoni, siz uni ogohlantirmadingiz. U sizni kutdi va oila davrasida farzandlari bilan birga bo'ladigan kechki ovqatlanishga ulgurmadi. Mayli yog'dir yana neki azoblaring bor, g'anim bo'lsin mayli qancha kazzoblaring bor, tanim nimta qilsin neni qassoblaring bor. Siz uchun bu oddiy holat bo'lishi mumkin, lekin biz uchun stomatologlar uchun eng og'riqli nuqtamiz hisoblanadi. Qilsang qil ey alçak dünya.